Bugun bolalar bilan 5 barmoq metodini qo'llamoqchimiz. Har bir o'quvchimizga mana bunday chiroyli barmoqchalarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Barmoqchalarimiz bu yerga topshiriq yoziladi. Yozilgan topshiriqni bolalar bajarib, ya'ni topshiriqning javobini bajarib, o'zlari tekshirishlari mumkin bo'ladi. Barmoqchalarimizga har bir bergan topshirig'imiz javobini ketma-ketlikda yozib chiqishadi va siz javobni o'qiganingizdan so'ng, ya'ni to'g'ri javobni o'qiganingizdan so'ng har bir barmoqchani bolalar buklab, o'zlari to'g'ri bajarganmi, noto'g'ri bajarganmi tekshirib olishadi. Noto'g'ri bajarilgan barmoqchalar bukilmaydi. Bitta o'nlik 5 ta birlikdan iborat son. Bitta o'nlik 5 ta birlikdan iborat son. Birinchi javobimiz 15. Kimniki 15 bo'lsa barmog'i bukladimi? Ana endi keyingi javobimizdan 15. Ko'rsatkich barmog'imizda ham 15 bo'lsa buking. Endi o'rta barmoqqa keldik. O'rta barmog'imiz 18 bo'lsa buking. Agar qarang 18 bo'lsa buklamang. Va oxirgisi 19 bo'lsa buking. Ana endi kimda barmoq ortib qoldi? Juda ham yaxshi. Mana Faizbek. Mana Faizbekning hamma javobi to'g'ri ekan.